Og'aynilar, mana bu og'aynimizga o'zimizda tayinlangan tayyor karbyuratorimizni qo'ydik. Mana holati yangi karbyurator. Ekonomishni qilib tayinlaganmiz. Mana 200 gram baklashkada benzin ulab qo'ydim. 200 gram 0 qilib qo'ydi. Hozir yurib kelamiz, ko'ramiz necha kilometr yurar ekan. Mana shahar stilida mini ketyapti. Xudo xolasa 2-3 qilib ko'ramiz necha kilometr yurar ekan. 200 gram benzin shashilma. Xudo xolasa уже 2 kilometr pashti yurib qo'ydik mana. Yuziga 10 ta hisob bo'ldi. Yana hozir ko'ramiz qancha yurar ekan. Do konca 3 kuncha. Endi o'chirmaymiz, hozir 2 kilometr, 200 kilometr, 300 bo'ladi. Hozir mana shu mahallaga kirib to'xtab ko'ramiz qancha benzin oshib qoldi ekan. Xo'p, mana yetib keldik og'aynilar. Xudo xolasa qani benzinimiz qancha oshib qoldi ekan. 2 kilometr 300 yurdi. 2 kilometr 300 yurdi. Mana tagida jicha benzin qolibdi. Jicha benzin qolibdi. Mashina o'chgan yo'q hali. Mashinasi o'chgan yo'q. U degani 2 kilometr 300 da endi kalkulyatorda yoqqin. Mana og'aynilar 200 gramni bo'ldik 2 kilometr 300 ga. Mashina hali o'chgan yo'q. Kalkulyator ichida benzin shunday turibdi. 806 ichdi. Yuziga mana shu mashina, mana o'sha karbyuratorimiz 806 ichdi. Shahar stilida 2-3 qilib bosdi, sekiroq yurdi, to'xtab ko'rdi, burdi, anaqalar qilib yurib, mana yurib keldi, 806 ichdi mana shu mashina. Motori eski, hamma yog' bo'lib yotibdi motorlarda. Shu holatida ham mana 806 ichdi, lekin karbyurator pashti yangi karbyurator qo'yib berganmiz. Ekonomishni qilib teruvdim men buni. Скоростной emas, ekonomishni qilib, shunga matga ekonom deb yozib qo'ygan edim. Mana shunaqa og'aynilar.